Aziz bolalar, halollik sizning eng katta boyligingizdir. Quyida kundalik hayotda uchraydigan holatlar orqali qaysi xatti-harakatlar halollikka mos, yaxshi, qaysilari esa halollikka zid, yaxshi emasligini ko'rib chiqamiz. Har bir vaziyatda to'g'ri yo'lni tanlashga harakat qiling. Topib olingan buyumni egasiga qaytarish juda yaxshi. Topilgan buyumni yashirib olib qolish yaxshi emas. Nazorat ishida o'z bilimingizga tayanib yozish yaxshi. Boshqalardan yoki kitobdan ko'chirib yozish yaxshi emas. Ota-ona yoki ustozga rost gapirish yaxshi. Behuda yolg'on gapirish yaxshi emas. Do'stingizning haqqini hurmat qilish yaxshi. Do'stingizning pulini yoki buyumini ruxsatsiz olish yaxshi emas. Berilgan vazifani o'z vaqtida bajarish yaxshi. Vazifani bajarmay bahona qilish yaxshi emas. O'yin paytida qoidalarga rioya qilish yaxshi. Yutish uchun qoidani buzish yoki g'irom qilish yaxshi emas. Sinfdoshlaringiz yutug'idan quvonish yaxshi. Ularning muvaffaqiyatiga hasad qilish yaxshi emas. Xulosa qilib aytganda, halol va to'g'ri yo'lda bo'lish hurmatingizni va xotirjamlikni oshiradi. Umid qilamizki, sizlar har doim halollikni tanlaysizlar.